Bozorda 8 million, 9 million bo'layotgan paytdagilar 7 million 200 ming so'mga hamlar hali ham mol bor. Xudo xolasa bulardagilar narx-navolarni bir qator yoritib beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli chorvador aka-ukalar. Hamda bizni uzoq yaqindan kuzatib kelayotgan do'stu birodarlar. Xudo xolasagilar Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroydamiz. Inshaalloh mahnaqa sifat sorti ideal kelajagi bor, qochmoq nojillar bor ekanlar. Promay dehqonni o'zidagilar, narx-navolarnikilar qo'ldan kelgancha bir qator yoritib beramiz akalar. Hop, 22-avgust shanba kunida turibmiz akalar. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum obunachilar. Aka, bugunga ozgina ekan, xudo xolasa boqoda turgan mollar akalar. Uydagi mollar, boqoda turgan mol aka. E'damaydan kelmagan. Nesini ishonchilar? Ishonimni, sinova boshqasi hamma yo'g'i ko'r, dori bor, hamma yo'g'ini qilib qo'ygan. Biroy sinab olishaveradi. Biroy sinab olishaveradi aka. Yemasa, ichmasa, kasal bo'lsa, yo'talsa ham aytishaveradi. Hamma yo'g'i sinovdan o'tkazilgan. Xudo xolasa akalar 7 million 200 ming so'mdan akalar narxlarni boshlab beramiz. Aka, qayerdan boshlaymiz? Shu gap isbot bilan bo'lsin, ha. Mana akalar. Obunachilar, yarim narxga qo'yib beraylik. Mana akalar, xudo xolasa sirg'alar o'zi bilan. Ozgina aligroq. Ha. Yaylada dalada yurgan mol akalar, xudo xolasa. Inasini tagida yurgan buzoq. Tagida yurgan buzoq mana. Oq kiprik akalar, parodamon akalar. Sirg'alar o'zi bilan. Billa kelgan, inasini ajratib o'zim ajratib oldim hozir. Dalada yurdi, inasi qoldi dalada. Buni bolasini olib chiqdim. Xudo xolasa. Endi bularga qo'shib yaxshi ishga sotilyapti, xudo xolasa inshaalloh. Yaxshi ishga, ha. Aka, yoshlik qanaqa buni? Aka, 3 oylik qolsin. 3 oylikka olaverasizlar akalar. 3 oylik, yo'qsam 2,5 avvalmi. 2,5 3 oylik qolsin. Atrofida aka. Yemoqchimoqlari yemoqchimani sinib olishaveradi. Xotirjam. Yeb ichib turgan. Hozir mana oxiriga intilib yeb turibdi. Mana akalar o'ynaqlab turgan mana. Quruq samonda o'zini yeyapti akalar. Ha. Aka, bular narxini ham yengil bo'ladi, o'sha gap-gap-a. Emas. 7 million 200 ming so'mga yetkazib olib beraman. Xudo xolasa telefon qilasan, hayrasi ham bor. Barakasi bersin akalar. 7 million 200 ming so'm akalar, xudo xolasa, lekin narx o'ta yengil bo'ldi. O'ylari 80 plyusga olishaveradi. 80 plyus akalar. 8 million 9 million emas akalar, 7 million 200 ga. 7 million 200 ming so'mga sotdim. Telefon qilasan, hayrasi ham bor. Yana aytib beriladi akalar, xudo xolasa, aytilgan narx umuman muhim emas akalar. Ha. Telefon qilasan kelishilaveradi. Kelishilgan narxda dastlabkilari o'zimdan yetkazib olib borib beriladi. Mol olish niyat bo'ylab. Mol olish niyati bilan insonni ishini bitiramiz aka, bugun xudo xolasa. Telefon qilsa, ishlarini xudo xolasa bitiramiz hamma. Ay, keyingisiga olib paroda. Yana. Paroda, xudo xolasa aka, bular to'rtavoy zoti bor. Xudo xolasa, kelajagi bor. Mana aka. Oyoq qo'llari uzun ekan. Tuyoqlarni ham ko'rsatdim, chashka tuyoqdan hammasi. Chashka tuyoqdan, xudo xolasa. Uyda turgani, lekin chashka tuyoq. O'sib ketmagan. Aka, bitta yechib ko'rsatasiz shuni qani? Yechib ko'rsataylikmi? Sal baqaqa yurgizib beringchi. Mana akalar, mol tetik o'ynoqlab turibdi, quloqlari tikka turibdi akalar, mol sog'lom. Aka, bularning yoshligi qanaqa endi? Aka, bular buzoq. Buzoq hali. Hali buzoq. Chiyolmagan bu. Qora chiyolmagan ikkalasi. Uni badanni ko'ringlar. Badan ham yaltirab ketibdi buniki ham. Ha. Ular hali buzoq, mana shu ikkalasi. Birinchidan ham ikki tish. Ha, ikki tish yorib qo'ydi. Endi chiqarib qo'yibdi. Ha. Yazlash chiqarib qo'yibdi. Mol qilaman deganga ham, suvga boqib sotaman deganga ham aytaveradigan narsa-da. Nechaga yemlab bersa ham zo'r pul bo'laveradi-da. Bo'laveradigan. Hiya. Mana buzoq hali. O'sarman, molga ham, uyga ham. Hamma narsaga bo'laveradi. Sigir qilaman degan ko'kalarimizga ham yuvosh. Odamlar hali bu odamni nima o'tadi, masalan, cho'chib turibdi odamlar. Cho'chib turadi, dalani. Ha, dalani moliga cho'chib turibdi. Aka, bu narxini nega qo'yib, o'zini qo'yib beramizmi birinchi buni? Buni o'zini ham qo'yib beraveramiz aka. Aka, bitta yerga telefon qilib turib, Chorva zamondan chiqyapman deb sibtirini layt urishimiz qanaqa bular narxi? Aka, 13,5 emas, 13 million 200 ming so'mdan telefon qilasiz. 13 million 200 ming? 13 million 200 ming. 200 ga nima bu? 13 million telefon qilasin ishlarini. Barakasi bersin akalar. 13 million so'mga akalar, xudo xolasa, aloqaga chiqasizlar. Ishlaringni chiroyli qilib yetkazib beramiz. Dastlabki xizmatlar uchun. Dastlabki vodiy bo'ylab yetkazib beriladi. O'zbekiston bo'ylab ham qilib beramiz, kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Telefon qilsin aka. Vodiy bo'ylab, ammo o'zim 1000 so'm olinmaydi. 1000 so'm olinmaydi. Texnika bor o'zimizda, xudo xolasa akalar. Ikkinchisiga mana sigir qilaman degan ko'kalarimizga bellar yo'g'onidan kerakmidagilar, xudo xolasa ikkinchisiga. Hali buzoq bu. Buzoq hali. Mana orqa boshlari ham o'ta baland narsa ekan, xudo xolasa.
Aka buni Bu ham o'sha hali zoti bor. Chorniy postura deydimi? O'shani Ha, support. o'shanga gibrid. Gibrididan. Gibridniklar badamoshlari yaltirab turibdi. Bunaqa surinchi aka. Mana xo'lasa. Molni kelajagi bor, anaqa bo'mag'ir, qizil ketdi anaqa mol emas Yo'q, ekan. unaqa mol emas. Xudo xolasa yaxshi. Yaltiraq o'zimiz ishonchli Mersin mol ekan, xudo xohlasa. Toshlar ham yaxshi, xudo xolasa. Rangi ham chiroyli ekan aka. Rangi ham o'zi hali yaltirab qoldi, o'zi molni o'zi. Molda akalar, xudo xohlasa kelajagi bor. Narxni ham yengil qilib qo'yib beramizmi aka? Qo'yib beramiz aka. Qani? Sindirishqami? Bu dehqonchilik aka. Sindirishqa. Aka 14 million emas, 13 million 600 ming emas, 13,5 milliondan qilib beraman. 13,5 milliondan? 13,5 milliondan. 13 million 400 ga. Telefon qilsin, ishlarni bitiraman. Barakasi bersa akalar. 13 million 400 ming so'mga xudo xohlasa akalar, aloqaga chiqasizlar. Yana kamiga xayriga o'tib beriladi. Yaxshi gapirib, yarim puliga olsin akalar, xudo xohlasa. Xudo xolasa qilib beramiz. Yengil qilib akalar, aytilgan narxlarda 100 ming 200 ming mayda chujalanmaydi. Chiroyli qilib o'tib beriladi akalar, qo'ldan kelgancha. Ammo bo'yini ham aytib qo'yadi. Bo'yini aytaylik. 1.10 plyusga olishadi. O'zi 1.15 gacha, 15 ham chiqadi. Hop. 1.15, lekin 1.10 plyusga olishsin. 1.10 plyusga olaverasizlar akalar. Borganda 1-2 santim, 1-2 santim pasib qoldi, banana qilib qoldi degan bo'lmasin. 1.10 plyusga olishsin. Moldagilar oyoq qo'llari cho'za uzun narsalar ekan, xudo xohlasa. Mol zoti bor, o'zi Kelajagi bor, xudo xohlasa akalar. Bunaqa haligi mol emas, o'zimiz Mersin mol akalar, ishonchli. Hashak emas-da. Shu haligi gibridligi bor. Gibrid. Xudo xohlasa yengisiga. Mana akalar. Buni ham sirg'alar akalar o'zi bilan, xudo xohlasa. Quruq suvonni o'zini yeb turibdi akalar. Yemoqchi mollari kambayin. Mol nimaga yesa yeydi aka? Yersangiz yo'radi. Quruq samanmi, ho'l o'tmi, farqi yo'q. Silos berasizmi? Yo'radi. Bular buqaga tayyor aka. Bular buqaga tayyor. Agar yo'q, buqa qilmayman, so'qimga nima qilib sotaman deydigan odam bo'lsa, unga ham tayyor-da. Hamma har yo'liga bo'laveradi. Mol qo'laman degan odamga ham tayyor. Mollam aka uzun ekan, ancha gaz uzun ekan, xudo xohlasa. Ikki tish dedingiz a buni? Ikki tish ekan. Ikki tish chiqarib qo'yib, sala tug'magan lekin akalar, xudo xohlasa. Novosga qo'shilmagan. Bitta novosga qo'yib qo'ysalar aka, xudo xohlasa bu ena bo'lib tub bersam 30 million 35 million pul bo'ladi aka, xudo xohlasa. Ozgina sababini qilib boqing. Aytishadi-yu, men dehqonni olib ziyon qildim degandan ziyon emas. Foyda qilsa men xursand bo'laman. Xohlasa. Xolos, mashina molni olib qo'ldan kelgancha yengil. Narxini sindirib beraman. Bozorda sotilayotgan narxdan sindirib beraman aka. Voy gap yo'q, xudo xohlasa. Ikkita shali yoshiklar buqaga tayyor. Buqaga tayyor. Narxini ham bitta portlatib beringchi aka. 15, 14,5, 15 yo'q narx. Bozor narxi. Ha, u bozor narxi. 14,5 emas, 14 milliondan telefon qilishsin. 13 million 900 mingga aka. Telefon qilsa ayrisi bor. Barakasi bersalar. 13 million 900 ming so'm akalar. Alov deysizlar, xudo xohlasa yana kamiga chiroyli qilib o'tib beriladi akalar. Dastlabki xizmatlarimiz akalar vodiy bo'ylab besplatni yetib boradi aka. Bugunga shularmidi? Bugunga shular aka. Aka ko'ramiz. Like-ni bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xohlasa bundan yaxshilarini chiqarishga harakat qilamiz. Yana bor, davomi bor dalada turib. Xudo xohlasa sekin-sekin ham chiqaveradi. Endi yaxshilikqa xudo xohlasa sotilayotgan mollar. Ha gap yo'q. Shu bilan videolarimizni yakunlaymiz. Qaysi bir yoqqan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar akalar. Hop, qaysi birtasini yaxshi yoritolmagan bo'lsa akalar, boshqa taraf Telegram, WhatsApp hamma narsa bor akalar. Alohida bo'ybaslarni o'lchab, yemoqchi mollarini ko'rsatib ham tashib berilaveradi akalar. 7 million 200 ming so'mga nima deyapti akalar? Bitta like turib qo'yasizlar.